2026-yildan 3 yillik qamoq jazosi haqiqatan ham rostmi hayotmi, bu kimlar uchun tegishli deb juda ko'p inson yozibdi. Ha, haqiqatan ham rost. Faqat videoda oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga qisqacha qilib o'zim atalamda jay darajasiga tushuntirib berishga harakat qilaman. Endilikda Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdordagi pul jo'natmalarini juda ham oson yo'l bilan o'tkazish imkoniyatiga egasiz. Qanday qilib deysizmi? Buning uchun Mir Preveligi ilovasi sizning xizmatingizda. Siz Rossiyadagi eng yuqori miqdordagi pul o'tkazmalarini faqatgina bizda Mir Preveligida topa olasiz. Aytgancha, pul jo'natmalarini amalga oshirish vaqtida 120 Hayotbek Ahmedov promokodidan foydalaning va eng yuqori kurslarga ega bo'lish bilan birgalikda 100 rubldan 1000 rublgacha tejab qoling. Mir Preveligi biz bilan hammasi oson. Balki 15 yildan beri Moskvada yashab, ham ishlab kelaman. Aynan musofirlarga yolg'on xabar berayotgan insonlar o'zlari uchun ham bilib qo'ydi. Siz videoda boshida aytib o'tmoqchiman. Bu qamoq jazosi misol tariqasida qaytarib aytyapman. Dokumentsiz yurgan, patent qilmagan, registratsiya qilmagan insonlar uchun emas. Bu administrativniy shtrafga kiradi. Уголовное дело. Ya'ni siz Moskva shahridasiz, deport yo zapret yo выдворение bo'ldingiz, O'zbekistonga ketdingiz. Yana ishga qaytib kelmoqchisiz. Aylanma yo'llar bilan ism familiyangizni alishtirib qandaydir, xullas Moskva shahriga kelib qoldingiz. Mabodo sotrudniklar sizni tekshirgan holatda qonunni buzib, aylanma yo'llar bilan kirganingiz, ya'ni chegarani buzib kirganingiz uchun уголовное дело ochib, sizni 3 yilgacha qamoq jazosiga berib yuborishi mumkin. Bu 100% degani ham emas, shunda ham, lekin bunaqa qilish kerak deb tavsiya ham bermayman. Oldin sizlar deport zapret olib qolsanglar, misol ko'cha-kuyda yursanglar, birinchi martasida shtraf soladi. Qaytadan 7000 gacha, ikkinchisida через spetspriom jo'natib yuboradi. Endi shu holat qamoq bilan tuganlanyapti. Siz patentingiz o'tib ketgan bo'lsa yoki unda siz chastnik egansiz, 3 oy yurishga haqqingiz bor, go'stik egansiz, farqi yo'q. Muddatdan ko'proq yurib qo'ygan bo'lsangiz, akajonim, aynan siz jigarim, bu degani sizni qamaydi yoki unda qandaydir yomon narsa bo'ladi degani emas. Prosta administrativniy shtraf yana dababga qiladi-da, sizga vaqt beradi o'zingiz xohishingiz bilan ketishingiz uchun. Endi shunaqa ekan deb bemalol yurishdi. Ma'lum emas. Ko'rib turibsizlar, kundan kunga qonunlar qo'shilyapti. Keyin shunaqa qonunlarda chiqqaniga ba'zi bir bloger deymizmi, ba'zi bir havaskorlar deymizmi, prosmotr, like uchun shunaqa vahimali videolarni qo'yib, vahimali mavzuda, ya'ni juda ham ko'plab biz musofirlarimizni aldab qo'yapti soddaligidan. Shuning uchun iltimos qilardim, akalar, hali ham kech emas, dokumentdan yurishinglarni hammanglardan so'rab qolgan bo'lardim. Lekin iltimos qilaman, aynan Moskvada bo'lmasangiz, bu qonunlarni yaxshi tushunmasangiz, musofirlarni qo'rqitib, vahima qilib video chiqarishning hojati yo'q. Chunki o'zi bu musofirlarimiz oila bola chaqam deb, tirikchilik deb o'zi qiynalib yurishibdi, shu 1-2 so'mni ekonom qilay deb. Shuning uchun nima demoqchiman, akalar, bu obunachisi ko'p ekan yoki litsosi taniqli ekan deb chiqarayotgan mavzusiga ishonib ham ketavermanglar. O'zingizlar uchun birinchi o'chirda ishongan yuristlar bilan maslahatlashish yoki Google bor. Shu qonunlarni yozing, haqiqatda rostmi, yo'qmi, bir qator o'z uchun proverka qilib olinglar. Lekin men o'zim shaxsan meni kuzatadigan insonlar uchun aytib qo'ymoqchiman, bu 3 yillik qamoq jazosi aynan dokument qilmaganlar uchun tegishli emas deb ochiq-oydin gapiraveraman. Nimalar o'zgardi? Aynan musofirlarga ancha qiyinchilik bo'ldi, testlar ancha qiyinroq bo'lib qoldi va patent narxi 10 ming rublga oshganligini aytishim mumkin. Atak boshqa 2026-yilda qo'shimcha bir yangilik kiritilmadi. Aynan bez dokument yurgan insonlar uchun. Biz hozir paytda siz reyestrdasiz. Dokument qilmagansiz, 2025-yilda chiqib ketsanglar, o'zlari uchun yaxshi bo'ladi. Ya'ni yil yangilangandan keyin yilning yakunida yana bir qator proverka bo'ladi-da. Yil yakunidan keyin 2026-yilda o'zi avtomatik ochiladi degan juda ham ko'plab informatsiya chiqqan. Aynan shu informatsiyalar chiqishiga qaramasdan men o'zim primoy tanigan, bilgan sotrudnikimdan borib so'raganda, "Da hayot" dedi. 2026-yil, ya'ni 2025-yilda chiqib ketgan insonlar 2026-da ochilishi 90% deb aytdi. Shuning uchun tavsiya beraman, hali ham kech emas. Dokument surgan insonlar dokumentdan yurishinglar tavsiya qilgan bo'lardim. Lekin yana qaytarib aytyapman, har xil videolarga ishonmanglar, chunki juda ham ko'p inson menga yozyapti. Bu haqida video chiqarishga suhbat qilmadim, sizlarga yetkazib qo'ymoqchi bo'ldim. Chunki YouTube uchun отдельный, Instagram uchun отдельный doim video chiqaraman. Misol 4 ta aeroport bo'lsa, Sheremetov, Vnukovo, Zhukovskiy, Domodedovodan doimgidek videolar qilaman. Misol bugun ham aeroport Vnukovoga yetib keldim. Nasib bo'lsa, bugungi holatni ham sizlarga obzor qilib, ushbu temaga yaqinroq
mavzuda kontent qilay degan maqsadda keldim. Головное дело holatidagi insonlarga qamoq jazosi bo'lishi mumkin. Shunda ham har bitta insonni qamayman deb mening fikrimda unaqa proverka bo'lmaydi. Lekin hech kimga tavsiya bermayman. Deport zapretmisiz ish bo'lgan taqdirda ham unaqa chegarani buzib aylanma yo'llar bilan falon so'mlar to'lab kelmanglar. Hammaga yetkazib qo'yinglar shuni. Men bilasizlar grammatni gapirmayman. Men boricha ochiq oydin jaydarichasiga tushuntirishga harakat qilaman. Shunaqa gaplar akalar. Prosmotr ekan, like ekan deb kesilganimizda 15 narsalarni chiqarishni men o'zi yoqtirmayman. Xullas bu mavzuni yopamiz. Yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lib turinglar. Men sizlarga faqatgina bor realni mavzuni va realni yangiliklar yetkazib beraman. Sizlar bilan har doim Hayot Ahmedov. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa 31-kuni 217 Pro Max hamda 100 ming pulni egasini aniqlaymiz. 16 dekabr aeroport Vnukovo. Bugun sizlarga aeroport Vnukovodagi registratsiya jarayonlarini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi etajda yangi korporatsiya 60 ta 51 stoyka O'zbekiston havoyilari tegishli. Toshkent 614-reys 32-8 bagajli. Yana mana shu joyda registratsiya bo'ladi. 60 dan bo'lsa 51 stoyka aynan O'zbekiston havoyilari tegishli joy. Hammaga assalomu alaykum. Eng baxtli insonlar. Gap yo'q. Bizga ham nasib qilsin. Qora bilan Urganch registratsiyasi bo'lyapti. Men sizlarga yana qisqacha qilib mana shu tabloga kelib tushuntirib berib beraman. Birinchi marta uchayotgan yoki birinchi marta aeroport Vnukovodan O'zbekiston havoyilaridan uchayotganlar uchun informatsiya. Mana shunaqa joyga tabloga kelasizlar. Reyslarni bilmaysizlar. Mana Buxoro ko'ribsizlar 9608 bu registratsiya, ya'ni reyslarning nomeri. 51 dan 53-ko'k yonib turgan bu stoykalar, ya'ni havo yo'llariga 26 bu, ya'ni pasport kontrol kirib ketish joyi. Ko'rib turganlarda mana Buxoro 9608 va Urganch 9616 O'zbekiston havo yo'llari mana shu joydan registratsiya bo'lyapti va barcha insonlar o'zini registratsiyasini kutib turibdi. Masalan, ikkita tabloda yozuv chiqsa, bu degani O'zbekiston havo yo'llariga Buxoro ham, Urganch ham registratsiyasi ochiq degani. Ko'rib turibsizlar, hammasi go'zal. Xudo xolasa 1 kilogacha o'zi havo yo'llari addushni qabul qilaveradi. Ko'ngil to'q qilaverasizlar. Yaxshi? Gap yo'q. Nima deysiz aka shuna? Dildan addushi. Aldo yo'qmi? Bormi? Ko'rsatdi. Gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin, gap yo'q. Ashuna shuni o'tganlardan keyin qo'linglar biletinglar bo'ladi. Pasport kontroli, ya'ni 26 eslarda bo'lsa, mana shu 18:31 dan kirib ketish kerak bo'ladi. Yana adashib, bu yoqqa qarab ketib qolishga yo'q. Faqatgina mana shu yoqqa qarab kirib ketish kerak bo'ladi. Bo'ldi shu. Boshqa hech qanaqasiga nimasi yo'q. Tushunmaganlar uchun hozir bir qator Yuter Pobedadan ham tushuntirib o'tib ketaman. Havo yo'llarini bilasizlar, birinchisi Yuter, keyin Pobeda bo'ladi. Hozir yengil xabar qilamiz. Pobeda aviakompaniyasi Toshkent va Samarqand registratsiya bo'lyapti. Bu Pobedaga faqatgina bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Kilosi oshchi yukda 700 rubl ekan. Agar rushnoylarda bo'lsa, men qo'limni olib ketaman desanglar 7,5 minggacha to'lasizlar, yo'q bagajga beraman desanglar 4,5 ming rublgacha bagajga berib olsanglar bo'laveradi. Har bitta o'tadigan odamni mana shunaqa chiroyli qilib idishcha sokizib keyin o'tkazadi. Sig'masa shunaqa shtrapilar bor. Shuni bilib qo'ysanglar bo'ldi. Ya'ni Pobeda 128 dan 140 stoyka mana shu joyda bo'ladi. Eng oxirgi rayatda. Keyin mendan bankomat so'rashdi. Hayotbek, Tinkoff, Sber bankomatlari bormi, pul yechib olsak bo'ladimi aeroportda ham? Albatta bo'ladi. Bu yerda juda ham ko'p. Men sizlarga yana ham ko'proq mana shu joyda bo'ladi. Mana Pobedaning oxirisida. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu joyga kelib, xohlagancha pulingizni yechib ketaverasizlar. Hozir so'siz bo'laveradi. 128 dan 140 stoyka tarafda. O'zbekistondan keladiganlardan ham video qil debdi. Agar vaqtimiz, ya'ni to'g'ri kelsa video qilaman, bilasizlar. Lekin reyslarni ko'rsatib qo'yaman, qaysi reyslar kelayotganini. Ko'rib turganlarda bugun minus birinchi etaj kim qayerdan keldi sizlarga hozir informatsiya beramiz va bugungi kelayotgan reyslar haqida. Nasib bo'lsa Toshkent ikkita bagajini beryapti ekan, Farg'ona bagajini beryapti ekan. O'sh bu tarafdanchi. Bu tarafdan ham Toshkent, Andijon, nasib bo'lsa bu kim? 9619 adashmasam Buxoro, Namangan ekan. Adashsam ham bo'laveradi. Hayotbek deydi-yu. Ular shunaqa gaplar mana shu holatda kelishyapti ekan. Nasib bo'lsa. Aka-ukalar mana nasib bo'lsa sizlarga va'da berib o'tganmiz. Bugun 16-dekabr. Akam, qayerdan keldingiz? Men O'zbekistondan. O'zbekiston qayerdan? Toshkentdan keldim. Toshkentdan keldim. Ana kelganingizda nima holat bo'ldi? Atpechatga olindimi? Nima savollar bo'ldi? Atpechatga olindi. Savol shu, nimaga kelding? Shu ishga rabota. Ortiqcha problema yo'q, muammo yo'q. Hammasi joyida. Siz bilan kelgan insonlar qaytargan holat yo'q, bo'lmadi? yo'q, qaytish yo'q. Hamma hali rus tilini bilasanmi degan yo'q, savol. yo'q, yo'q. Hech qanaqangi narsa yo'q. Hammasi joyida. Ko'ngilda to'p qilib bosaveringlar. Hammasi zo'r. Biz qachon kelgansiz? Oldin ham kelganmisiz? Men
Bir oydan o'tdi. Uyga borib, namni olib, yana bir qaytib oydan kelyapman. o'tibdi-da, savolda. Shu paytda dokumentingiz bormidi, dokument qilmaganmisiz? Dokumentim bor edi. Ispo'z dokumentim bor edi. Tugaganmidi, tugamaganmi? Men tugatib keyin ketganman. Tugatib keyin keyin ketdim. Muammo yo'q. Aka-ukalar, bugungi videomiz har doim sizlar uchun manfaatli bo'ldimi? Agar shu joygacha ko'rib, hatto bitta insonga shu videoni jo'natib qo'ygan bo'lsanglar, nechta odamga jo'natgan bo'lsangiz ham sonini yozib, jo'natdim deb yozib qo'ying. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Ya'ni ushbu mavzu haqida menimcha hamma savoliga javob topdi. Ko'ngil to'q qilib ish qilaveramiz. Inshaalloh hammanglarga yaxshi kayfiyat. Keyingi videomiz Zhukovskiy yo Sheremetova shu haqida ham yozib qo'yasizlar. Alloh rozi bo'lsin. Agar sizlarga aeroportga ishonchli taksi xizmati yoki men bilan aloqa uchun mana shu o'zim nomerim, bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi. Xizmatlaringiz qanaqadir taklif, qanaqadir reklama bo'lsa ham, biz manfaatli bo'lsa, hammanglar uchun xizmatda. Sog' bo'linglar.